Hozir Ismat Churun bachasini borib so'kasan, keyin seni uradi. Urgandan keyin yaxshigina pul undiramiz. Tushundingmi? Xo'p, bilan dada. Ey chuvacha. Clara keldi bu. Hasan birgami? O'qib bermaysan. Yo'lon ket. Hasan buzma meni. Ey sen dadang ham qo'rqoqdi. Anash gap o'tib tushdimi? Dada. Ha, chorini yetmay urdi. Ha, boshqa odam yo'qdimi o'sha? So'kdi-da menga. Abi yozib beradi endi u. Yur qani. Bachamni birimish uribdi. Jigari sirroz bo'libdi. Doktorlar aytish bo'yicha bittasini kesib tashlagan. Ko'zga urdim-ku men. Qanday jigaringizlar ko'zga ursa? Oyog'ini operatsiya qilmasa bo'lmaykan. Qanday oyog'ini operatsiya qiladi? Ko'zga urdi. Menga qara. Yo doполнительный qo'yib berasan. Yo 10 ming dollar pul berasan. Mana terpilani urdingiz. Endi bular boqasiz. Erta Rossiyaga ketasan, tushundingmi? Rossiyaga ketasanda tez paydan bularga pul uzatib o'tirasan. Tez pay? Ha, u. Nima u? Programma Rossiyadan O'zbekistonga pul uzatsa bo'ladi. Play Market App Store'da bu. Tushunding? Undan tashqari kommunal to'lovlarni ham to'lab berasan endi. Boqasan bularni. 4-5 oy boqasan. Ha, nima bo'ldi bizlar ishlar? Sizni ishingiz hal. Ertaga bacham Rossiyaga ketyapti. Endi sizlarga Rossiyadan pul tashiydi. Tez pay orqali. Tushunding? Kommunal to'lovlarni ham to'lab beradi. Svet, gaz soliqlarini. Yetadimi? Bo'ylami? Tez paydan to'laydi. Bo'ylami? Yaxshi. Ko'ngling joyiga tushdimi endi? Ha. Ismat, shu o'zing ham yoshligingda chumo bo'lgansan, ha? Og'zingdan satrasini olganmisan? Yo'q, olmaganman. Men ham endi Rossiyaga ketaman nasib bo'lsa. Nimaga? Ana bu itlar hammasini chopib, Hey, kiyimlaringizni chiqarib bering, yuvib qo'yaman. tushunib o'tiribsan bacham? Nima tirjayapsan? Yaqinlar o'tamiz, ha? Nima? Yomon zo'r oladda shu Murod Buxarskilar. Dada. Ha? Nimaga meni oldinroq uylantirmagansiz? Ha, tinchlikmi? Mazza ekanda. O'z boshida bacham bir oy mazza bo'ladi. Keyin boshlanadi. Mana, yutqazding. Hay. Yana o'ynamizmi? Ana. Men yetdim. Keling. Endi sus. Suzman seni. Sekin urdim, endi sus. Bir yildan keyin mana shu payt o'g'limiz yo qizimiz bo'ladi. Keyin men sen onasi deyman. Men dadasi deyman. Hozir ikki o'ngan sachoq yirtasan? İçmedi bu indi suv. To'xta. Mollarga suv berdingmi? Havo suv berdim. Nima suv ichibdi bu? Demak suv bermagansan. Suv tutdim men dedi. Siz ish etmang, qaymi bacham? O'tiring, telefon o'ynang, dada ish etsin, qaymi? O'ynayotganim yo'q dada, muzika eshitaman mana. Nima ekran o'chiq bo'lsa ham muzika aytibdi bu? Dada, Janatubi degan programma bor. Ana shunda eshitaman muzikalar. Ochgan buni? Janatubi ilovasidan foydalanib musiqani fon rejimida tinglang. U reklamasiz va butunlay bepul. U Google Play va App Store'da mavjud. Navdisingda ishlarim sari. Dilmurod Madmusayev qo'y. Davay, mollarga suv ber. Men o'zim ishlataman buni. 4 ta satila suv keltirib qo'ydim yoniga. Bu seni itni ham ichishingga aytadi. Tushundingmi? Agar dadam yonida suv ichsang, men seni urib o'ldiraman, mo. Mollarga suv berding? Ha, 4 ta satila ham to'ldirib ol deya qo'ydim. Ertaga yetadi suv ichishga. Sotillarda suv yo'q-ku. Hozir to'ldirib qo'yamdim, umuman bo'lmadi. Bor yana suv olib keting. Men dada bilmayman, lekin ko'rdingiz, 4 satil suv qo'yamdim oldi, ishtamasini. Mana. Bunda kayfi ichibdi-da. Men bilmayman, lekin dada hozir uni Yo, beryaki. Beryaki. Men ishlatsa, Beryaki. Uya kuchuk kirgan. Hamsa. Tez uyima keling, kuchuk kiribdi uya. To'g'lar yemasin, tez keling. Hamsa. Tez keling qani, hozir tishlaydi meni bu. Jillari o'tiribdi bu. Tez keling qani. Hamsa? Ya. Sizmi? Qanday yaxshi Jilli bilmisiz? Keldingizmi? Unaqa deyimsiz. Nima chaqirdingiz?
kuchuk kirgan, kuchuk darvoza ochib qo'ygan ustuvoqlar edi. Kuchuk emas-ku. O kuchuk yarim soatdan beri o'yin nima qilib? O'g'lingiz Zokir-ku, kuylagan aniq-ku, rangini bilyapman-ku. Zokir emas, Zokir yaxshi yo'lga kirgan hozir. Yuring yondan ko'ramiz, yuring keling. Qarab yo'g'a, mana aytdim-ku siz Zokir deb, mana. Yana boshlab. Senga nima yetishmaydi, bacham? Dada onasi debsin, bir xillikdan zerikdim. Ko'chada o'ynamayapman, uyda o'ynayapman. Hamsaya, kech aytan baloningizni olib keldim. Bor keling, men tutib. Hamsaya, kecha so'ragan balonlaringizni olib keldim. Qanaqa balon bu? Bu balon Bars baloni. Hozirgi kunda O'zbekistonda trendda ketmoqda. Bu balon bilan qishda, yozda, kuzda xohlagan yo'llaringizda yursangiz bo'ladi. Jahon poligonlarida sinovdan o'tgan. Eng asosiysi 200% sifat nazoratida. Olasizmi? Ha, olaman. Darvozani tekka qo'yib keting, ertaga pulini chiqarib beraman, haymi? Hozir uyda muammo bo'lyapti-da, haymi? Ha. Hal qilaylik. Davr. Manga qara, dadang kelsin, keyin. Hamsa keldim men. Rangni buni og'zini ayiraman. Hamsa, mana. Men nima urasan sen? Kechirasiz, men bilmadim-da. Tuting kuchugingizni. Jigarlar tinchmisizlar? Endi og'ir kunaman boshida bo'ladi bizlar ham. Ertalab ozgina muammo bo'lib qoldi, mashina avariya qilib oldik. Endi amaki o'zimga yordam beryapti mana. Rahmat, lekin amaki yaddi shu gap bo'lishi mumkin emas. Men yaxshi insonlar yo'q kerak deb o'ylanib turibman. Mashina ko'tingga ursang-ku. Yig'ishtir, ana kamerasini yig'ishtir. O'rto, Zokir organizovat qil. O'rto! Ha! Nima gap? Nimaga keldinglar? O'rto seni ko'rishga keldi. Ha, qarang, hozir dadam ko'rsalar, hamma o'ldiradi. Davay, hamma qaytadi. O'rto, o'yin atmosferasi boshqacha ekan-ku, bitta istoriya olaylik, ketamiz. O'ylasanlar, hozir dadam ko'rsalik. O'rto, ilovlar vodiysi huvlab qoldi-da. Kim bu? O'rto, e'tibor berma, novichok. Kim bo'lar bacham? Ular jo'rlarim ilonlar vodiysidan keyin. Ilonlar vodiysi? Hamsa? O tez uyima keling, o'yin kuchuk xona bo'ldi. Tez keling. Nima chaqiringiz tinchlikmi? Nima qarang, kuchuk bosdi, kuchuk. Qanday qutulamiz bularni? Kuchuk otar nima deyapsiz sizlar? Jildimi siz hozir kuchuk otib bo'lmaydi-ku. Ketmayganmi bular, so'raqan? Tez. Yaqinla endi qachon anaqa ilonlar vodiysiga razvorot. O'rto, bizda razvorot yo'q, to'lta period. Dada, amaki bular olib ketmay ekan, bir 2 oy qolmoqchi ekan sher. Bitta yo'li bor. Qanday yo'l? Uyingizda kalbasa bormi? Bor. Hamsa ish qilib ish beradimmi? Javob. Bolla, Abid. Rahmat amaqi. Nima bu yedimi? Berdim, men yeyapti, hozir kim bitta? Rahmat, addushi, maza qildik. Sala kalbasadan dorini ayirib yeyishga qanday kallang ishlar? Amaki, shurikda kuchuk kalla ishlar narsa qanday bizlar kallamiz ishlamaydi.